Taniqli xonanda Sardor Mamadaliyev nima sababdan jarimaga tortildi? Hozirgi videorolikimiz aynan shu haqda. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonlik xonanda Sardor Mamadaliyev marhum san'atkor Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini tegishli ruxsatsiz ijro etgani uchun jarimaga tortildi. Adliya vazirligi mualliflik huquqining buzilishi bo'yicha rasmiy shikoyatdan so'ng qonuniy chora ko'rilganini e'lon qildi. Tergov fuqaro Jo'rayeva vazirlikka murojaat qilib, Mamadaliyevning Ko'rmisham, Bandaman va Karvon musiqiy asarlarini noqonuniy ijro etganini ma'lum qilganidan so'ng boshlandi. Ushbu mashhur qo'shiqlar marhum Sherali Jo'rayev qoldirgan ijodiy merosning bir qismi bo'lib, ularni ommaviy ijro etish uchun qonuniy merosxo'rlardan aniq ruxsat talab qilinadi. Murojaatni har tomonlama ko'rib chiqqach, Adliya vazirligi mualliflik huquqi buzilganligini tasdiqladi. Rasmiylar xonandaga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga asosan ma'muriy bayonnoma tuzib, yakuniy qaror qabul qilish uchun ish hujjatlarini sudga yubordi. Namangan viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Chust tuman sudi ishni ko'rib chiqdi va Mamadaliyevni mualliflik va turdosh huquqlarini buzganlikda aybdor deb topdi. Natijada sud bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari miqdorida jami 8,240 ming so'm jarima tayinlandi. Ushbu holat milliy ko'ngilochar sanoatda intellektual mulk huquqlari ijrosida kuchayib borayotganini ko'rsatadi. Shou-biznes olamidagi eng so'nggi yangiliklar bizning kanalda. Bizni kuzatishda davom eting, biz sizga eng so'nggilarini taqdim etishda davom etamiz.